Aldın saat uçur kuşni, resim kuşuş qatarlıq narsa ko'rgandik qo'y. Shu rasmni o'zini chiqargan vaqtda endi biz mayada faqat adresini bu yerga ismini chiqibla chekkanda rasm anday ko'rinayotgan shuna va. Endi biz uchurlarni chiqargan vaqtda endi yana bir tal kontrol bor deydi grade wave deb. Bu maxsus uchur chiqish qilgan kontrolchi. Kuch kontrolni ko'raydi. Unda men meyadan list box'ni o'zini manara tatbiq qilib turay. Meyada tursin. Hali oxirida uchirtaydi. Hozir uchirsa tayyor qalam qilish kerak emasmi? Qo'yib. Qilib qo'ygan ekan men kunji shanochidan men qush bo'g'ovchilarni guruhlab chiqarish uchun men meyada group box deb kontrol bor. Group box orqali biz bu nimadagi frame, VB framelar o'xshashcha. Bu butunlay bir guruhlab chiqardi. Bo'lsa endi mushuna guruhlar o'yinchi chiltanlar ma'lum bir guruh ichiga yapchi. Buni alayji rol yo'q. Faqat bir biotis spam, ya'ni nima rayoniga kelgan qisqacha ko'z turdi. Alayji rol yo'q qolganlar. Hamda biz hamda ma'lum aslida mishada shu nimalar ko'rinsin. Uchurlar ko'rinsin shuna va. Ana ma'lum bassaq qanday bo'lsin uchur qo'shsin. Ana keyin nimadan taqash degan o'zim yo'q qo'yay, masalan, cho'ngroq qilay. Ag'aning bundan boshqa nimada uchur meyadamda bir uchur izlash uchun shuna va. Uchur izlash uchun men tekstim birni konibkadan birni combo boxdan birni avval combo boxdan birni labeldan birni kiray. Labeldan birni kirgandan keyin men nimaga asosan izlash. Ma tarafda mashinadan so'ng yuqorichi bo'lgan keyin shuna va. Mana men izlash tipi. Demak, masalan, men ismga asosan izlamdim, yoki ko'nimga asosan izlamdim, yoki telefon nomeriga asosan izlamdim deganday nechta izlash nimasi pulda emasmi? Bu yerda izlash tipi bo'lsin, izlash tipini tanlayman. Izlash tipi bo'lsin. Bundan yana bo'lsa, endi men ma'qul qilaman bir o'rin qo'y. Izlash tipi. Andan bu yerga bir combo box nimalarni kiray. Combo box'ni mana kirgandan keyin qo'y. Combo box'ni kiray. Combo box'ni kirgandan keyin buning ichiga men telefon nomeri nimaga asosan izlashning tiplarini menga yozash nima. Yozgandan keyin men meyaganda birinchisi ismiga asosan izlash nima. Ism. Ikkinchisi nimada? Telefon nomeri. Telefon. Telefon muqaddida telefon ha. Telefon. Uchinchisi QQ nomeri nima? QQ nomeri shutal bo'lsin. Faqat tanlag'li bo'ladigan uchur kirgizmayotgan qilishim kerak bo'lgan shunday. Drop down lastni o'zini men talayman drop down last qilsam bo'ladi shunday. Style. Ana bunun qimmati. Ma'lumlik so'zini kirgizishim kerak-da. Ma'lumlik so'z. Masalan, bosh harflarni kirgizgan vaqtda avtomatik chiqib turish kerak-ku. Bundan ma'lumlik so'z. Ma'lumlik so'z. So'z bu yerga men combo box'ni birni kirib avtomatik aloqali so'zning 5 ni kirgizsa oxirimda chiqib turadigan ishni tanlayman qilay shunami. Shada bavchurlarni o'zi şey chiqib turadigancha. Endi men taqash deganni, bir taqash deb bu, ha. Buni o'tibchilarni uchirayotgan bo'lganda. Men bir şey o'qib turay hozircha. Hani men izlash deb ko'rib buni qo'yishim kerak-ku. Uchur qo'yish deganlar men yotsin. Bo'z buni bir guruhlar amal va jeming bek ishlarni bolalar men deydiganim shu. Haq eng oson topa oladigan, eng oson ishiltalay g'alat yazsaq, shitimiz eng no'ch chiqqan bo'ldi. Xo'jalar, hargiz men ustadlik qildim, men po'ja qildim deb o haq ishiltamaygan birim yasab qo'ysam, undan so'ng hech qanday bozor nimasi bo'lmaydi. Buni ishiltish qimmat bo'lmaydi aslida. Bak menda ba'zi bir detallarni o'zini bak ilg'or qilib yasadim deb, bak qiyin qilsam, haq uni ishiltamiz nim qildi detallarni o'zini. Shuna olamda. Shunga biz qanday qilamiz deganda, bu nimani o'zi yasagan vaqtimizda, shaytonlar mushtaq boshqa sistem yasagan vaqtimizda cho'qim diqqat qilgan nuqta,
eng odatdagi odamni o'zini ishilta oladigan olatda bir umumyuzlik bir to'ng olatcha mana yozishim kerak shu to'nglarni o'zini. Mana men izlashni va andan amal va ta'minlash tegishli bo'lgan yordam bormi? Buni cho'qim ta'minlashim kerak. Masalan, uchurni kirgizdim, uchur kirgiz degandek gaplar bo'ldi emasmi? Shuni cho'qim kirgizishim kerak. Nada men uchur izlash bo'ldi shuna va izlash bo'ldi. Bunda endi men miyaga uchur kirgizmagan vaqtda ko'zingdan bir chiqib uchur kirgiz deb chiqish kerak qo'ymaydi. Bundan boshqa miyada bo'lsa, yana bir narsa date grade view'dan bir lozim bo'ldi. Endi buni o'zini miyada zay fu chong ku zhong ting kao deb turamda. Men o'tirib talab etdim. Talab etgandan keyin miyada keyin juyong tianja, juyong bianji, shan chu deb turdi-ku. Bularni o'zi 3 agil bo'lgan shanchu qildigan, penji qildigan bo'lsin degan gap. Buni biz ayrim aldirmay so'zlaymiz. Chunki hozircha buni butunlay evatdim kelonga. Evatgandan keyin miyada juyong chong pay, chongshin paylaydigan talab qo'yma. Boshqani ma'no qasdan paylay qildicha. Ana miyadan agar biz hozir ishim yozmadik miya shunday va yozmay turib ko'rib boqaylik buni. Mana buni hech qanday qilsam, buni o'zini tenja qilmay turib ko'rib boqay. Bunun ismini men uchur DV uchur date grade view emasmi? DVG uchur deb qo'yay. Uchur deb qo'yay. Bundan biz menga bir go'chingiz bor o'tganda. Uchurda. Show pika yerimda medan uchur deb bir go'chinga borgan. Uchur deb borgan shunami? Bunun o'zigan uchur bir deb men birni olayman. Men uchur last box chiqirdigini tushundiga. Hozir men menga uchur bir. Last box'ni tushuntirib bersa men yushirib qo'yay. Men de yeni bir uchurdan birini yozay. Uchur bir deb yozay. DV uchur deb yozay. DVG uchur deb bir ne yozay shuna va. Dada private. Private. Shang min o'xshashlar ma'no o'xshashna va. Bu qimmat qayta olmaydi-ku. Void. Private void DVG uchur deb ism battir aslında ha bu turadi. DVG info deb yozay. Andan buni biz SQL'cimiz string SQL bilan bir vaqtda keyin biz hamda qaysi jadvalning biz datasetni o'ziga jadval qilib ishlatamiz emasmi? Qaysi jadvalni ishlatish jadvalning ismini yozib berishim kerakmi? Bunda string tb deb oldim. Ikkita o'ziga aytgan bo'ldimmi? Agandan keyin menda endi biz ko'rib boqaylik. Unda bo'lsa biz ma'no o'xshash obyektlarni o'ziga hozir menda date grade view shunaqa. Men bu xatizda ya. Qo'shib barliq uchurlar bilan da. Endi misol ma'no o'xshash date grade view uchur kirish uchun buni datasetda bir xosligi bor. Dataset cho'qim bir jadvalni bilishim kerak degani. Endi buni men yerdan data source deb shuni jadval bilishim kerak. Endi shuning uchun men yerda cho'qim bir dataset degan nima degani datasetda bir dataset degan bir SQL ga hamda ODB o'xshashlar bo'lgan narsa. Dataset bo'lsa ne shunday bir shujuga o'xshagan narsa. Bu barliq aşma o'tgan bir so'z bergan. Shu jukudagi mazmunni o'zini datasetga yuklab turib, biz shu juku bilan tumbu qilish masalasini yapara olamiz. Unda bo'lganda kompyuter besmay kelmaydi. Barliq narsa shu juku nesiga tushgan bo'ldi. Datasetni iborat. Unda men datasetni bilan aniqlayman. Datasetni ishlatish uchun cho'qim men programmamni o'ziga data degan turni o'ziga kirishim kerak. Data deb kiritgan va agar men namespace data bo'lmay qolib qolsa, u dataset shakllanmaydi qonunlar va shu sababdan o'zim menga dataset deb turadi. ds tan new dataset qildim. Datasetni men qilib oldim shuna va. Endi datasetga uchur to'ldirish uchun hamda Kimishon dataset bo'lsa bu nechlik narsa, shujuk bilan bevosita bog'lanish yo'q qonunlar va buningga shu standartlik uchun qo'shish uchun yana bir tal obyektni data updater degan obyektimiz lozim bo'ldi. Data updaterni maxsus dars so'zaymiz nurg'un obyekti va qonunlar va lekin bugun bu to'liq maqsad to'talmaymiz. Faqat shuni hozir fanfasi ishlatamiz qonunlar va shu yerda SQL data updater bor. OLEDB data updater deb bor. SQL data updater DP dedim shuna va. Tan new
SQL data updater bo'yicha men aniqlab olsam bo'ldi. Ana men SQL, mush SQL jumlasi bo'yicha ochdi. Uchurni o'zimcha. Ana men bo'lsa connection deb turdi-ku. Biz bu yerda constr deb ne olganda kadimda bo'lmenki. Forumning loadga lenjetsi futxonimiz olgandim-ku. Bunasini deb olganda aldan qisatda forumning load'ga uchurni degan chiqadi. Men connection string orqali mana constr qilib olganku dbc ninki. Endi men ayrim birdan lay olgandim-ku men yerda. O'tgan soatda mushta lay qildingmi bundan sizlar? Ha, unda men mishadan mushnimo men db ichidagi dbc orqali ishim kerak-ku. Ha. Unda men ulanishni o'z bo'lsa, meyaga shu jukul lenjeni o'zini bermaysa, lenjetsi futxoni bir saf qoldingmi? O'z avtomatikali shu jukuni echib o'zi italaydi ma. Maaf qilsak bo'ldi. Kim buni ishlatmadikmi? Ishlatmay oxirida xatolik chiqib o'chirayotgandek. Aniki biz meyani deb ishlatdik. Men shu jukul yalqan vaqtda bevosita yozdikmi? İşlettik mana. Shunamki? Constr. Ha, data source. Bo'ldi, men buni mayada ayrimni bo'laychi. Bu SQL connection data SQL connection bo'lish kerak bo'lmaydi. Men cho'qim men shu jukul lenjeninki menda birinchisini o'zi bo'lsa command text bo'lgan bo'ldi. Ikkinchisi bo'lsa select connection bo'lish kerak ekan. Biri connection deyishim bo'lish kerak ekan mencha. Undan so'ng men connectiondan birini aniqlab, lekin buni ochmayman qolganlar va. Men sirtib buni aniqlamagan tipiga connectiondan birini. Kodni aniqlagan shuna va. Connect connection string bray. Agar kone chiqib qoldi deb nima? If state no'zi ta connection open state connection state open bo'lib qolsa no'zni close deb aytdim shunami? Aytib aytgandan keyin endi men buningga connection string no'zni ta deb yozdim. dbc ha. dbc ninki constr. str konta. Ma lenjezi futbol shu emasmi? İşkital tamam. Nima constr. Ma to string qilmango. Adam nima deydi bu? Misal konninkin lenjesi uchun bevosita o'taychi. Aslida biz mana sirtib bir aniqlasa xo'p ekan mana. Shu bizningki sandan qo'lindigan ulanishni iborat deyish nima? Nada men buni meyaga oldim. Olgandan keyin endi meyaga CONN beraman. Keyin chiqsin. CONN berdim shunami? Endi mushta yozilganliklar DP ning o'ziga bo'lsa, odatda bir nima berilgan bo'ldi. Bevosita aloqa uchurni o'zi berilgan bo'ldi deb qolganman. Endi men DP ningki field deb bir funksiya bor. Field degan funksiya orqali DS kuchni to'ldirman. Qolganlar DS dan keyin nega bo'lsa tabol jadvalning ismi bo'yicha. Bunda men DS bo'lsa neslik shu juklar o'xshash dedim shunami? Bu shu juklar jadvaldan buni qo'shib yetdim degan o'xshash bo'lgan bo'ldi. Qolganlar qo'ygandan keyinda DVG yana bir nimati data deb bir sifati bor. Biz unda bo'lgan cho'ngar bo'lgan DVG aloq DVG obyektni mana ismini topaldim.
mumkin. DGV deb aytman, ha, DGV uchurkan. Adam yerda DGV uchurninki data source deb turamna. Buni ta mushu DS degan shu jiji emasmi? Buningki tables debpa. Tabolesninki endi 0-si, navbatgisi yoki bo'lmasa, sen menga manda tirnoq ochgandan keyin o'sha ism yozsam bo'ldi. T-birinchisi. T-birga jadval emasmi? Biz buni ishlatiladi. Kirgan vaqt bir qatim ishlash kerak-ku. Unda forumning kulladishiga. Forumlar. Yani men to'xtatib turib, men ishlataman. Ishlatganda SQL'imiz mana shu shunaqa. SQL'imiz chunki dastlabimiz chiqib turish kerak-ku. SQL'imiz anan keyin buningga jadvalning ismini o'zbek yozay. Mana Stio nima turdi? Tel. Ana men ma jadvalning ismini xohlagancha qo'ysam bo'ldi. Burun qo'shib bo'lgan jadval o'zi qayta qo'shilmaydi menimcha. Masalan, program ijro qiling. Program ijro qilgandan keyin qaramay. Chiqqan bo'ldi. Biz qo'shqa rasmlar menga chiqibdi-ku. Qaramay chiqqan bo'ldi. Endi lekin men qarsan qanday chiqoldi mana o'zi? ID ma'lum chiqqan bo'ldi-ku. Mana chiqqan. Endi demak men rasmdan 5 ga chiqqanmoqchi bo'lsam qilaman shunaqa. Qaramay ikkisam bo'ldi menga. Lekin men buni aytib qo'ymasdan kirgan vaqtim ishda bo'lsin, mala bo'lsa, hammasiniki o'zidan uyg'urcha nom bo'yin chiqsin, kanallar muvofiq kelsin demoqchilar men. Shunaqa. Buning uchun ham qanday qilamiz deganda, buning uchun ham nimadan buni tashish to'g'ri keldi. Men tanlagandan keyin ma'u turnoz asl chekmaydi. Benjiliya deb turamman. Benjiliya kirgandan keyin meyadamda qush ib borsa, birinchisi bo'lsa ID chiqish kerak to'g'ri? Ha, ID. Anan keyin meyaga uchur ID'si uchur red tartibi deb aytsam bo'ldi. O'zim xohlagancha olsam bo'ldi. ID deb oldim. Agandan keyin ma'u ismi deydi shunaqa. Ismi men ID deb oldim. ID bosh. Buning ismini boshqa qo'ydik, boshqa qo'yaylik. Masalan, uchur ID'si deydi. Uchur ID dedim. Anan keyin men ishlatadigan narsalar menga chiqadi. Masalan, bunga checkbox tanlab qo'ygancha. Talab uchratma yapmoqchi bo'lsam. Checkboxni men ishlatdim-ku. Anan keyin men bo'lsa, yeyman. Men bu yerga masalan bu o'zgamizning san tungjiga qo'ysam bo'lgancha. Judo ma'lum. Lekin qilgan bo'lish kerak-ku. Ikkinchi birsi names ismi chiqish kerak-ku. Endi mishadan anarbasini qo'shib bo'lgan vaqt men nurg'un xasligi bor buni tashlaydigancha. Masalan, header text degan bo'lsa ko'rinib turadi. Normal red tartibi bor. Red tartibi sam. Anan keyin meyadana data parent name deb turamda. Bu bo'lsa sandandagi shu jukudagi ulanish ismi ma. Sen buni mushumi? Mushu. Bu shu jukuda qonunga mas qildi, ID-ga mas qildi. ID. Şöyle, ondan sonra birini qo'shib qo'ydim hozir. Sen buni ijro qilib qo'y. Red tartibiga ma'lumlashgan bo'ldi-ku. Qag'inni mush-mush birdan qo'shsa. Qo'longa men talab, ma'namnikin enilib ketish yoki tanlanish kerak-ku men qimmatim. Endi hozir ma'nani biz ayrim bir ratdan birine kirib, mushta narsa qilib qo'yishimiz kerak. Qaysi uchirma yoki qaysini nim qilmaydigan narsalar bo'ldi emasmi? Men buni ID bilan bevos bir etmayman buni qo'longa. Bevos bir etmay, endi men buni meyadim. Benjiliya bo'lgan bo'ldi-ku. Benjiliya degandan buningki mat tipini o'zi. Kolomni type deb turdi-ku. Checkbox qilmayman. Checkbox qilmayman button kunibga. Bu kunibga text checkildi. Mazmun chiqib turish kerak-ku bu yerga. Meyadan qaramaydi. Kolom text kolom deb turamda. Ma'lumot bo'lsin. Buni oldiga birini qo'shay. Alda buni qo'shay. Ana buninkini ham bunaqa tanlash bo'lsin shunaqa. Tanlash bo'lsin. Ana buni hech qanday ismi ism tanlash olmaydi. Ismini men sel deb qo'yayman. Ingliz qo'yishim kerak-da bu yerga. Sel deb olgan bo'ldimmi? Sel deb olganik buni men checkboxni qo'yay. Checkboxni qo'ydim. Nima men ustiga chiqarib etishim kerak-ku, oldi tursin. Cheding. Qarama. Sen mana ishlash kerak-ku, mana ishlash kerak.
Nol bunun en o'xshashlar bunun xasligi bor. Bu yerdan read only deb turdi-ku. Tree. Endi men judo qilmayman-da buni. Pinji qilgan shuna va. Yana bo'lmabdi to'xtab buniki şeyde bir xasligi bor. İşlemaslik munosabati bo'lgancha. Auto size mode. Bu çaydan bir potup tosun hazırca. Bundan şeyle. Bunu baştan bulan var. Resim numarına creation ama. Mesela buna pick tapısı malay. Pick tapısı malgandaki meygemen baş resmiydi ya. Baş resmiydi. Da baş resmi degandan keyin bunun men shu jukudilki pick chiqish kerak ku bu yerga. Meyagan ishlatadigan obyektning o'zi. Command type'ning o'zi. Qarang, image. Resim chiqish kerak ku bu yerda. Bu yerda shu image column qildim-ku. Image column qilgandan keyin buni bu yerdan fill weight, anik buning weight izlab bor. Kengligicha. Kenglik qancha bo'ldigini. Ama başka bir yerden image layout qanday shakl tizildiganligi qatorliq uçurlar bor. Mesela mana search deb turdi-ku. Aşağıya mazmunlar shakliga galati bo'lsin degan ma'noda. Visible tree. Bundan başka anda meniki egizlik kami to'g'riliqcha kuchalari yo'q ekan mana. Sort mode. Mana uchi qavchidan chiqadigan shunday va. Shu juko pick tapagama. Şeyde auto size bölümden bir sıfatı. Sorted mode. Dizilişi. Egizlik to'g'riliq uçur yo'q ekan ama. Hamiyada nima spaki yaxshi spaki. Mesela miyada biz hozir padding atrofida bo'lgan alaygan to'g'rilanishi tanlangandan keyin oldi silkalar font xatni cho'ng kichikligi atrofida bo'lganlik ma'nan aniq kenglik egizlik to'g'riliq gaplar yo'q ekan shunava yo'q ekan va kenglik bakka lekin kenglikni o'zini men sal cho'ng qilay 200 qilay mana egizligini ayrim tanishaymiz bu mana men chekara chiqqan 200 pek cho'ng ketdi ekan 200 cho'ng ketdi ekan biz buning kengligini hani bari resim eng oldi ma rattartini oldi kelsin ha nega kelgan bo'ldimi kelgandan keyin buning egizligini men yerdan tanishib bo'ldi deyman column row templates height deb turdimi ya manakini men 100 qilib qo'yay %100 bo'lgan bo'ldi. Endi resim shunga tushliq bo'ladi-da endi. Biz kengligini 200 qo'yayotgan buni 100 qilishim kerak-ku endi. Buni chiroyli tanishaysan-da o'zing endi. Tartib bo'yicha qilibchi oldirman. Meniki 100. Mana padding deb birsi bor. Padding bo'lsa haliq torbekatni yugurib qo'yib qoladi, atrofida bo'lgan orliqni ko'rsatgan bo'ladi. Buningki tanlagandan keyingi katakchininki oltgan bu padding. Paddingning qiymati men bu yerdan masalan ol deydi 5. 5 dan bir bitdi.
Ko'ngilga bek yaqinchi qolmaydi resimimiz qara mana. Unda aniq saqlab qoldi deganga. Hozir mana resim basi mamani chiqdi emasmi? Ikki paj resim ustun sukir ketdi o mana keyin. Asl bir paj resim ekan tuqumi. Dasatda bir resim ekan tuqumi. Tamam. Miyada dasat bir kirgan bir paj resim ekan bu. Resim ustun sukir ketdi. Unda endi biz miyadan malan tanlab baqsaq. Talanmadı mı avuç ne var? Dost men maniki ma pincinin uzun men ma o pincin çuyun kupaka ya. Koçikse ma talandı ki ma o özge ma atıdı var. Onun başka bir haslığı var o da maninkimde. Keyingilar tartib bo'yicha mush qo'shsaq bo'ldi. Tilni ko'rib oldik-ku. Undan keyingisi nima bo'ldi? Telefon nomeri bo'ldi. Nada Maomi uchunsini teldi. Me bo'lsa tel nomni. Chunki biz aynan ma'nosini telda qo'ygan emasmi? Shunga ism ishlamadi-ku hozir. Ana xatter tekstning o'ziga telefon nomeri. Telefon nomeri bo'ldi. Mana buning kengligi auto size deb birisi bor. Auto size mode deb turamda. Mana o'zi. Al sales birinchidan sanlar kenglik egizligi naq chiqqan bo'ldi aniqcha. Mazmunning o'zi. Al sales qolmadimi? Undan QQ nomeri. QQ nom. Yana birisini aytdi. Ismi qilib qopda bunga. Neyimiz? Neyimiz bir deb olayapti. Chunki ma'lum bir nom neyimiz emasmi? Unda ma'lum chiqib turgan mazmunimiz ism degan gap bilish kerak-ku. Ism. Endi yana neyimiz qoldi? Qo'shilgan vaqtda shunami? Vaqtda bilaymi? Vaqtda param oldimmi? Tugidimanda? Ha. Ism rasmidan yana kelish kerak shunami? Rad tartibi eng tepaga chiqsin. Menga chiqsin. Ismi uning baş resimdeki ismi kesmiş ne ama telefon numaraya ma QQ numaraya QQ numaraya ambulağı tekniğim beğendim ha ismini beğendim da ma olsa neyimiz şu cukudaki kayıs bağlandı mı şey şunu yazılar Bazıdan şu cukuru bazıdan biliş kerak mi? Şu cukuru da bağlan, telde bağlan mı? Kekönçe? Kekü yolda bağlan ha? Qo'shilgan vaqt edit time'da bağlan mı? Ham buni bir xil tanishadigan endi miyadni, ma'ni bir xil miyadni tanishib bo'ldi. Barliq salasning kamisininki to'g'rilanishini uzuncha miyada. Otherwise miyadan hammasini avtomatik holda shunday to'g'rilanib chiqsin deb bir yeri borcha. Mana qisqalar ba'zida toz yaxshi chiqmay qolsa rasm mashlab o'qitib qoladi miyadcha. Men taklifim eng yaxshisi birdan-birdan men talaqni yaxshi miyada. Masalan, ismi kelgan tuqqa ismini miyada nosib deb turamda. Alsalis. Telefon nomerim qanday alsalis bilish kerak-ku. Ma'ni o'zim qanday bilish kerak? Alsalis. Bu degani alaqin mazmunning o'zi katakchiga mazmun qancha uzluq bo'lsa, shu bo'yicha kasb degan ma'ni bildiribdi. Ha. Qara mazmun to'liq ko'rsatib beraldimi katakchida? To'liq ko'rsatib beraldimi? Ha. Ha.
endi mishadın tanlığının o'zini o'chirib yutalishing kerak, qila olishing kerak-ku buni. Sen tanlab qildi. Ana izlagan uchurlarning o'zida mishal ko'rinish kerak-ku. Kim tushunatlarmi? Ha, ko'rinish kerak. Nari ko'rindi? Kirgizib mishal o'z izda bilan mishal chiqsa. Ha, chiqishda qilmoqchi hozir. Men mesela ismi degan tanlasam mana bilish kerak-ku. Endi men bu yerdan ma'ning ichiga bo'lsa, mushu sistemada bor bo'lgan ismlarning hammasi basharib yazsam oxiri sizdan avtomatik chiqish kerak-ku. Buning uchun men bu yerdan endi ma'ningki men avtomatik to'ldirish xosligi bor. Auto complete deb men aytramda. Auto complete modni o'zini bo'lsa necha xil adati bor. Ergishib chiqqan qanday chiqadi? Mana bizning tanlab olsanlar bo'ldi, qanday shakl chiqarini bizning tanlab qo'yibsizlar. Mesela men append dedim. Masalan, sogit append degan bo'ldimmi? Sogit append degandan keyin auto complete ning o'zini men auto complete source deb turdi-ku. Men qayerdikisining o'zini avtomatik chiqarsin. Masalan, men yerdan file system deb qo'ydim-ku. File system san depend deganlarni bassanlar, dini bassanlar avtomatik holda oxir chiqadi. Masalan, d desam. D qo'shib kitob besib, anda belgi bo'lsamlar. Hozir 10 so'lga o'qib qoldi-ku ma'no yo'linishi. Hamda men uyg'ur xatlarga nisbatan 10 so'lga bo'ladi. Endi ingliz xatlarga nisbatan so'ldan o'ng bo'ldi emasmi? Shu ham normal chiqmaga erishi. Auto complete file system. Yagmat all URL deb turdi-ku. All URL ni tanlab turaylik. All URL degan tanlab men buni o'ngdan so'lga degan o'zim hozircha mana qanaqa qo'yday, no qo'yday. Ana bo'lgan ingliz xatlarga nisbatan normal yozib emasmi? All URL deb qo'ydim hozir. Shegman http sam qara sizdan chiqadimi? Undan chiqadimi? Sen www yoki men http localhost degan nechami? Avtomatik tanlab chiqibcha. Ya'ni bizning mana uyg'ur chiqatimizni o'zimiz mana shunday qilish kerak-ku. Endi sen ma'ninkini bergan vaqtingda nima biz endi adresni o'ziga mana o'zining shamus bo'lsin. List item deb turamda. List item bo'lsin. List item ma'ninki itemning hammasi ma'naviyatga ismlar bir şey kirib turdigini talsan avtomatik tanlab turdi. Unda bo'lganda surat aslab ketadi. Az uchurlar bo'lsa mushtaq qilinglar. Ko'p uchurlar bo'lsa hammani kirgizib olsanglar, kirgizib turish uchun birinchi vaqt kerak emasmi? Masalan 1-2 million uchurlar bo'lib qoldi. Mumkin shunday qilsanglar chataq chiqdi. Siz to'g'ri qo'zg'almaslik qoldi. Qolinglar. Az bir qism uchurlar bo'ldi-ku. Shundan qarta izlashni ko'zish uchun bunday qilyapman hozir. Undan o'z miyamda forumning load ichiga endi uchur qo'yish jarayonini o'zini yozishim kerak shundaymi? Bunda uchurda bir go'rtmay bo'lgan bo'yatdim biz. Aldin soat uchurda qo'yaman. Ana 5lik mazmunlarni ko'chirib kelaydi. Mana shu uchur degan shu-da. Buningdiki endi biz buni to'yin qo'yatgan bo'lsak yaxshi bo'lar ekan. Biz to'yin qilmabdik buni. Ammo shuni akilab hozir. Mush bet ko'charib shunami? Ko'chagan men to'yin ko'rdim buni yozay. Miyada combo uchur deb yozay. Private void combo uchur. Endi bu ikki narsani sen shu qilsin. Birisi virtual SQL jumlasini men nimaga asosan deb topman shunava SQL ni. Ikkinchi birisi qaysi komboga nisbatan tenja qilish mashg'ulotini qo'shish mashg'uloti deb paralayman shunava. Ada combo box CB deb ikki narsani san shu qon bo'ldi. Ikki narsani san shu qondan keyin men miyaga hamda ma'ni o'tgan soat yozgan. Ya'ni qayd etishni zaruriyati yo'q qonunlar. Endi miyadan SQL ma'lumot keldi shunava. Hamda tenja qilgan yerini o'zgartiraman. Lesbini odatda aytdim. Bu nima bo'ldi? CB ni. Komboni odatda aytdim bo'lgan. Ana keyin men qo'shadigan yeri bo'lsa, qaysidan qo'shish nima? Masalan, mana biz ma'lumot qilatdik. Miyaga zidan qilatdik-ku. Endi bir tal san shu ala. Zidan deb. Ammo men miyaga aniqlab qo'yay. Margo'cha bir yozib olsa bu nurg'uya ishlandimi? Masalan, ashtayalar o'ziga tenja qilish lozim bo'lib qolib qolsalar, men nima ishlasam bo'ldi? Combo uchun ishlasam bo'lamda.
CV uchun ishlasam bo'ladi. Bundan forumning lo'dishiga. Yoki men miyaga asosan kirdi emasmi bu? Ma'ninki men nima ish qilma? Salaket index changer. O'zgaga vaqt almash nima? O'zgaga vaqtda hamda tartibga ayirmayim kerak bo'ldi. Agar combo box 1ninki selected indexning qiymati selected index selected index deb turamda tang 0 bo'lganda birinchi talab bo'lsa bu ismga asosan teshnaga mana buni SQL jumlasi darhol qanday qo'zg'aydi deganda mendan comboning simbolini bitta combo ma chiqadigan komboni o'zini biz bayamdiq qo'ydik. Buni orqali so'z deb keyword deb key w qo'ydik. Naz buni o'z etgan vaqtda key w ni o'zini yo'llab turdi aşağıya shunami? Ana ikkinchisi dovonning o'zi qaysi dovonni o'zini yo'llaydi deganda mana names ism yo'llaydi-ku. Lekin SQL jumlasi o'xshash. Select from qanaqachidan Tell stew. Tell stew. Eng oxirgi qo'shgan stew tilmida. Stew tell'dan. Eng avval qo'shqa uchun eng avval chiqish kerak-ku. Order by ID nima bo'ldi? Description nima? Undan so'ng mush tartib bo'yicha else if navada combo birninki selected indexning o'zi necha tang bo'lganda birga. Men ikkinchisini bitta ikkinchisi telefon nomeriga asosan to'g'ri mana shunaqmi? Tel deb olganmiz, tel degani qo'shilsin. Endi uchinchi birisining o'zi uchinchisini bitta demak meyaganda mana o'zi 2 bo'lgan vaqtda hamda men o'zi QQ nomeri bo'lgan bo'ldi shunaqmi? QQ bo'lgan bo'ldi-ku. Nasmani ijro qilib qo'yay. Ijro qildik men yerdan ismi deb tanlab menga qarab baqsam. Qara. Ismlar chiqqan bo'ldi-ku. Hamda chataxirani ma'niki biz hozir so'lni o'qib qo'ygan shunaqmi? Buni qanday qilib uni so'l qilishim kerak-ku? Right to left. Yes. Endi meni Uyg'ur chiqarishim kerak shunaqmi? Uyg'urcha yozganda meniki o'zini biz meyada oldingi soatlarda men o'rgatganman. Key press. Uyg'urcha yozgan chiqargandik-ku. Yodingda bormi? Mana change uchratdim emasmi? Shu Mashina Uyg'ur chiqqanda, Key press. Qana shu uchun qo'llanadi. Key press ma shu to'g'ri. Buni ko'chirib kelib, ma'lumotni key press o'ziga Bunday yozildimi? Chiqmaydi oyog'idan. nima bo'ldi? Uyg'ur chiqmaydi ekan. Unday yozsam Uyg'ur chiqmaydi o'sha. Samiyaga. Samiyaga. Sen altashanda pakket qilma. Hozir biz men ta'limda qolmasmi? Ismi degan tanlab. Qara. Altashna. Ya qarsam bormasmi? Endi sen uchurizda ishlaydigan boshqa vaqtda hamda mush uchun izlab berish kerak-ku. Uchurizda boshqa vaqtda uchun izlab berish kerak. Endi mana shu qismni roli shu qalbaydan fuchiq kelgan emasmi? Shu ishlab ketdi-ku ya'ni qo'shqanda. Shu ma'niki shu jins ko'chirilib qolgan mana. Tozlatdim. Tozatgandan keyin men kirgan vaqtda mana birinchi taloq bo'lsin. Ism taloq bo'lsin shunami? Unda forumning loadishiga unda bizimiz mana ismini yozmagan biz ha. Nomor ism beraylik.
phenotype deb qo'y. İzleyiş tipi şunaqa. Phenotype'ninki selected indeksning o'zi 0 bo'lish kerak. Print qilish kerak-ku. Ana men chashun uchur izlash degan izlagan vaqtda aşağıdaki mazmunni izlab berish kerak. O'shanda yozganimiz shuni bo'lmasa izlab berish kerak shunaqmi? Bu yerni chiqtas emasda. Yana mayadagi ma 3 narsa keldi. Çünkü qatallarning asosan $100 ayrim keldi emasmi? Endi meyalar o'zgaradi lekin. O'zgardi. Buning protsessini qo'yib turay. Qo'yib turib qolganini o'zgartirdi. Biz uchur chiqaradigan jarayonni o'zini deb qo'ygandik. TV uchur. CB mava. TVG info deb qo'yganmi? Buni SQL tabelni yaratib qo'ysam bo'ladimi? Hamshada yana bir narsa. Bu avvaldan baqaylik, keyin qilaylik. Masalan, men kelgandan keyin hozirman. Avval men SQL jumlalarining hammani ayada berib olay. Berib olgan buni men men ishlataman shunaqmi? Men string SQL deb oldim-ku. Olgandan keyin endi men miyada select degan keldi masalan SQL. Endi select mao where o'zi names qilsa o'zgaradi-ku. Endi mo'xu chashim qilish uchun cho'qimni oldig'ini persameris qo'shim kerak-ku. Masalan, oldi mush birligini bo'yicha keyni xohlagancha bo'lsin deb qilay shunami? Endi hozir buning oldi bo'lsa, biz tanlab olganimiz KW ningki tekst bo'yicha bo'lish kerak-ku. Keyni qanday bo'lish kerak xohlagancha. Bunday persan qo'ydim mana bo'yicha. SQL jumlasini puxtugan bo'lsalar, mana bilasizlar. Bu ma'noda paydo qildi. Bunga like qilinadi. Like ishlatamiz. Mendan ikki nima qildi? Like qildi shunami? Like qildi. Endi mana o'zisan kuchaygandan keyin men keldi, mana ikkinchisini bitta. İkincisi telefon nomeriga asosan shunami? Uchinchisi post nimaga asosan? QQ nomeriga asosan. Hammasi mo'xu chashini qo'llandi hozir. G'uvalat izlash bormi? QQ ga asosan. Endi mendan TVG infoni o'ziga SQL. Andan jadvalning o'zi Stio info. Men mashta oldim, hozir Stio info bayatdan bir qadam qo'shib o'tgan anim uchun Stio tel. Qo'shib o'tgandir xato qilish mumkin mana. Deydi mana. Shuyonda ve shuyonda. Jugo bilgan deydi shunaqa. Men tasavvur qilmayman qilib. Faqat qiymat bermasam xato qilib birdan emasman. Ijro qilgandan keyin endi oyagini yozib ol, konjanni kirgiz deb chiqsin debchi. Misol qilgandan Alimjon deydi-ku miyada. Izdashsin. Topolmadim. Bu topolmasa bo'lsa, endi meniki Uyg'ur chiqadi emasmi? Shu izlagan vaqtda bir dona n ni qo'shib chiqaman. N. Endi ko'ra boqaylik. Ismi asosan yadim biz Alimjonni izlab boqaylik. Topdi-ku Alimjonni uchun. Ismi asosan misol yadim Yasin deb boqay. Topdi-ku. Sen al deb bana men topsak aldım faqat bir so'z bor deymi? Al. Ma'lum to'liq chiqdi mana yozib yursan, o'zini to'liqlab kirdi mana. Aniqcha. Altashni endi saylik mana mo'xu chajim masalan alni o'zim toptaymiz nima? Altashni chiqib. Buldingmi? Endi men shunchalik qilib bermay bugun. Mana davom tasdiq qilmabsizlar shunami? Bunun shancho qismi, shoga qismini o'yinib ko'rsan. Endi men qilib bermayman vallah. Buningga qanday qilamiz deganda mening keyniga endi bir narsa buni qo'shiblar menga. Shanchodan benjini yuzib torbikatga o'xshashcha. Mening keyniga tenjadan buni qo'shdim. Sen meni del deb olgan bo'lsam, men o'chirish debchi. O'chirish.
Onu konup qilsa. Button deb yani. Button abrin. Sen avval laynik klik deb turdiga. Choy degan jenikka. Sen meyani tanlaysan. Meyani tanlaymiz ama. Meyada ne? Linik kolum deb turamda. Onda bilsem çocuğu deyince şekil çıkıdı ahırıca. Aşını bespesikler çocuğun ücreti var. Yok onu demayasın kendi. Hadi manuz şey şu mutlu mu ya da? Ne şey şu kaldı böyle çonç gitti ama. Çıkmap değildir ha yege. Maşo kalmalı göçeriş tep çıktı mesela. Çıktı mı? Nereye çıktı? Mana maşo. Neye çıkıp kaptadır bu ya? Aş. Bana kılmaydır onu. Avalmışın tanlığandan o'zini aş mashg'ulotni qilsizlar. Qo'llanadi. Izlash mashg'ulotlari uchun cho'qim bu dars vaqtigacha bu g'orliqda